Dada, eshitmay qarang, hamma pullarni dollar qilib qo'ydingizmi? Papa, mama, что делаешь? Qanaqasiga dollar qilasiz? Dollar tushib ketgan-ku. Mana tilla qilib qo'ying. Tillani hozir narxi oshgan, kalalarini ishlatinglar, mana televizorda ham aytayapti. Yurtimizda dollar narxi keskin tushib ketmoqda. Aynan o'zimni aqllicham. Aka, Hoji aka menga moshin ishga borgan uyga kelgan. Shu moshinni olsangiz baraka topasiz. Dada, bu mashqa yolg'on gapiryapti. Bu bunaqalarni dejurni gapi bo'ladi. Mashina 7 marta dumalab, 4 marta stalbaga urilgan. Gapimga javob, yuring boshqa yerda olamiz. Aka, biza boshqa mashin ko'radigan bo'ldik, bo'pti. Aka, sizga normalniy mashina tavsiya qiling. Bundan zo'rini topa olmaysiz, aka. Tugosh, bolamga bitta pampers taqqandim. Allergiya berib yubordi. Qanaqa pampers tavsiya qilasan? Voy, qayerdan bilay, Dugosh? Hozir pamperslar ham ko'p-ku. Oyi, Sanka xolamga Fairy Baby tagliklarini tavsiya qiling. Bu pampers so'nggi texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bolaga umuman allergiya bermaydi. Bola kaka qilib tutush qilib qo'ysa ham o'rtasi yig'ilib qolmaydi. Namlikni o'ziga tez shimib oladi. Matosi paxtadan bo'lib, eng muhimi hamyonbop va sifatli. Hozir hamma zamonaviy onalar shunday ishlatishyapti. Voy, Dugosh, Fairy Baby tagliklarini taqib ko'r, o'g'lim shuni tavsiya qilyapti. O'ynini o'zimni genichon. Unga qara, ob-havodan obdalas chiqyapti. Yo'llar probka, odamlar asab, narx-navo qimmat bo'lib ketgan. Bolam, sen bir aqlli, bir o'zgacha geniy bo'lasan-da. Ana shu muammolarning yechimi bormi, yo'qmi? Dadajon, tasavvur qiling. Kechqurun hamma uxlab yotganda birdan yo'qolib qolsam, qanaqa holatga tushasiz? Yo, unaqa holatga tushishni xohlamayman, bolam. Unda unaqa savollarni bermang dada. Siz bir normal fikrlaydigan odam deb o'ylagandim. Shunaqa ham savol beradimi? Mana nima pastda bormoqchimiz dada? Tavba.